sultonlar aytadi, yemay ichmay bola chaqamni yedirdim, kiymadim, kiydirdim, bo'lmagan gap. Biz bola chaqamizni ham Alloh rizqlantiradi. Biz o'zimizni rizqimizdan kesib ularga bermaymiz. Biz shuni deb o'ylaymiz. Agar sal o'zimizdan tepaga chiqib o'zimizni hayotimizga qarasak, bizni ham rizqimizni Alloh berayotganini ko'ramiz. O'zimiz topayotganimiz yo'q. Biz faqat harakatlarni qilyapmiz, sabablarini qilyapmiz. Alloh beryapti. Bizni ham rizqimizni, bolamizni rizq, har bir tirik jonda rizqini. Alloh aytayaptiki, seni ham rizqingni men beraman. Hech bir masalada dardga tushma deyapti. Dardlanma deyapti. Siqilma bu masalalarda deyapti. Yagona darding meni rozi qilish bo'lsin deyapti. Haddimizni bildirib qo'yapti-da bu borada.